Assalomualaikum. Hurmatli kuzatuvchilar. Navbatdagi darvozamiz tayyor bo'ldi. Dubayskiy fason. Hop. Eniga 280, bo'yiga 3,5 metr darvozamiz. Qanoti bitgan bu. Hop, mana qanotlari ikkita dona bir xil darvoza edi. Mana ikkinchi qanotlari. Glasniy svet. Avtomobilni lak, avtomobilni kraska. Hop, ruchkalardan chiroyli qilib, bejirimli qilib ishlab, bagatik ko'rinsin degan egalari uchun to'rga ikki profilimiz 1.7 stenadan qilingan, qattiq qilib, baquvvat qilib. Tepa qismlari ham mana. O'ta chiroyli qilib ishlangan. Mana bu ikkita katta qanotlar. Davla kirib chiqish eshigi bana. Kimga shunaqa darvoza kerak bo'ladigan bo'lsa, O'zbekiston bo'ylab Gazstavka, Ustonovka hammasi ichida qilib 650 ming so'mdan O'zbekiston bo'ylab qo'yib beryapmiz. Profillar keladigan bo'lsa, profillar ichi 1.7 stena. Ponni, hamma yog'i dogovorda shunaqa bo'lgan. Endi boshqa insonlarniki bo'lsa, endi dogovorga qarab oshmosh qanday tarafdiki mana 1.7 stenada bo'ladi. Qomoni ichki to'qimalarniki 1.3 da bo'ladi. Agar mana shunaqa ponni ham yo'g'i stenasi 1.7 stenadan qo'yib beradigan aka-uka opa-singillarga kvadrat metrini 700 ming so'mdan chiqarib beramiz. Bezni ijdiminga mana. O'zimiz aksimiz ham ko'rinib turibdi mana, ko'rib turganlaringdek. Zamohlarimiz shu yerga o'rnaydi, super zamohdan qo'yiladi. Hop. Mana bu navbatdagi darvozamiz. Bo'yiga ham, eniga ham 3,5. Akfa fason leflonkali. Leflonka degan mana bunaqa cho'tir-cho'tir listi bor. Leflonka deydi. Qo'l mehnatida mana bunaqa narsani o'zimiz yopishtiramiz. Buni profillar ichkiniki 1,5 stena, oshmosh tomonniki 1.7 stena. Unutmanglarki, hamma darvozaning chekkasi 1.7 stena qo'yiladi. Yonlariga 8 ga 6 1.7 stena, buniki ham shunaqa. Endi bu darvozamiz o'ta bejirim 1.7 stenada ponni qilingan. Listlari 1.3. Kichkina mana bunaqa profillarchalardan qo'yilgan mana. Idealni qilib chiqarilgan. Hop. Cho'nnoy holatda mana ko'rib turganlaringdek 1.7 stena, mana ichidagi listimiz ham 1.7 stena qo'yilganmiz. Chunki bukilib qayrilmasligi. Mana listlarimiz 1.3. Kimgadir bunaqa darvoza xohlaydi, kimgadir bunaqa mana shunaqa ruchkalar qo'yib, bonusga chiroyli qilib qo'yib beriladi. Mana bunlarda qo'yilmaganda, endi bunga qo'yilgan. Endi mana darvozamizga mana ruchka qo'yilgan. Hop. Bularning kvadrati 650 ming so'mdan O'zbekiston bo'ylab Gazstavka, Ustonovka hammasi ichida qilib beramiz. Bu darvozamiz ham leflonka fason, mana nejdimkalar qo'yilgan, ikki tomonlama akkuratni qilib ishlangan. Buni kvadrat metri O'zbekiston bo'ylab 950 ming so'mdan qilib beriladi. Navbatdagi darvozamiz Saroq fason deydi mana. Juda bejirim, juda chiroyli qilib ishlangan. Bu qavati birinchi qavat, bu qavati ikkinchi qavat. Mana ko'rib turganlaringdek, mana ikki qavatli variant. Bu kipkalarni ham ahamiyat beriladi. Zo'rskiy holatda botsilgan. Profillari ponni 1.7 stenada, hamma yo'g'i. Yo'llari 10,2 stena. Mana profillarimiz esa 1,5 stenada. Karnizlarimiz esa 1 stenada. Listlarimiz mana shunaqa joyda bir qavat, bunisi ikki qavat. Xohlovchilarga demokratika, xohlovchilarga nima deydi? Matviy holatida qilib beramiz mana. Bu darvozamiz eniga 3,5 metr, bo'yiga 3,30 darvozamiz. Kimgadir mana tagidagi to'plarni qo'yib beriladi, kimgadir qo'yib berilmaydi. Hop, bunisi ham mana bir leflonka fason deyiladi, mana 3,5. Bu darvozamiz kvadrat metri 1.100 ming so'mdan O'zbekiston bo'ylab Gazstavka, Ustonovka hammasi ichida. Nega bu leflonkaga qimmat desangiz, mana list silliq 1.8 listdan bo'lgan, shuning uchun. Mana. O'ta chiroyli va hop, navbatdagi darvozamiz ham sir bitilgandek taroq fason. Bu yerda taraq bor edi, kichkina profillarimizdan.
Endi uni olib tashladik-da, biz yangichalik qilib deb, yangicha kiritib. Nechtaga qo'ydik. Buni ham yondoqlari 10 ga 10, 2,5 stena. Hop, mana profillarimizdan, kichkina profillarimizdan 1,5 stena, karnizimiz 1 stenada. Mana. Hop, kimgadir mana do'ppilarni qo'yib berdinglar, kimlardir? Mana bunaqa kichkina profilchadan mana qasiga kundan qo'yib berdikshar. Ya'ni kim qaysini xohlaydi, o'shanga qarab turib chiqazilar. Buni oyog'ini osti shiviller, hamma darvozani taka-tak birga bir bo'lsa ham shiviller qo'yaman. Sababi o'zimga, kelajagimga klient orqasidan klient kelishi uchun. Hop. Ichkaridan tashqari, tashqaridan ichkari ko'rinmasligi uchun mana bunday kichkina profilcha qismiga aylantirib qo'yiladi mana. Ko'rib turganlaringdek ichkari ko'rinmaydi, faqat profilda ozgina qismi kirib qoladi xolos. Ya'ni ko'rinmaydi ichkari. Navbatdagi fasonimiz Dubai fason, boyagina tanishtirib o'tganimda, u mukrospor bir xil tasvir etildi. Bu rangli holatda. Bu ham eniga 3,5, boyiga 3,5 metr. Buni ham kvadrat metri 650 ming so'mdan O'zbekiston bo'ylab dastlabki to'lovga hammasini ichida qilib beramiz. Bunisi esa kachelamiz mana. Bu kachelamiz 3,5 million so'm. O'zbekiston bo'ylab dastlabkasini qilib beriladi xonadonlaringizga. Chiroyli qilib uyingizga yetkazib beriladi mana. Kimgadir mana misol uchun bundayroq qilib o'tir deydigan bo'lsa, mana misol bunday bo'ladi, bu bunday bo'ladi. Aylanaveradigan holatda qilib qo'yilgan buni. Navbatdagi darvozamiz esa yangicha 2024 ga oxirgi versiyasi, high-tech variant. Ikkisi. Bez nejdvinka. Bunisi ham boyagina aytib o'tganimdek 1 millionlik kvadrat metriniki, bunga endi sirkulasiya qo'yilgan. Havo aylanib turishga. Mana taraf fasonimizda matvi holatda mana. Hop, mana bular esa nejdvinkalangan holatda mana. Dubayskiy fasonlar nejdvinkalilari mana. Kimgadir nejdvinkali, kimgadir nejdvinkasiz kerak desa, shunga qarab chiroyli qilib beramiz. Nejdvinkalar ham o'ta bejirim ishlangan mana. Mana bo'yi 3,5 metr, eni ham 3,5 metr mana. 3,5 tushadigan holatda kerak bo'ladigan bo'lsa, buni kvadrat metri 8,000 so'mdan chiqarib beraman. Chunki nimaga qimmat desangiz, profillari 6 ga to'la 1,7 sterada, hamma yo'g'i listlar toza 1,3, yondoqlari 8 ga 6, 1,7 sterada. Oyog'ini osti shvillar. Navbatdagisi high-tech Dubai. Hozir buni ham videoni ham uzoqlashtirib ko'rsatiladi. Bu ham nejdvinkali holatda mana. Bu darvozamiz ham 370 ga 3,5 metr ekan bu darvozamiz. Yangicha yana yangilik qilib kiritganmiz mana. Chiroyli qilib kimgadir kerak bo'ladigan shu ekrandagi nomerlarga telefon qilaverasizlar. Ya'ni 97 335 35 90 45 88li 035 35 95 97 335 35 45 shu telefon raqamlarga aloqa chiqarasizlar. Mana kimgadir darvoza qo'yilgandan keyin yoniga adnalichka qo'yib berdingiz desa, mana adnalichkalarni qo'yib chiroyli qilib bularga ham nejdvinka yopishtiraylik desa, nejdvinka qo'yib berilaveradi mana. Ko'rib turganlaringdek holatida shukan mana nejdvinka ham desa, adnalichkasi mana tepasiga sirkulasiya ham qo'yilgan. Endi bunda faqatgina high-techimizning 4 burchak varianti. Faqatgina orasida, mana chiziqlar orasida elemononda nejdvinka bor xolos, qolgan yerda yo'q. Hop, bu darvozamiz esa bo'yiga 2,80, eniga 3 metr ekan, mana darvozamiz. Mana. Bu darvozamizga keladigan bo'lsa, tanishtirib o'tadigan bo'lsak, hop 8 ga 6, 1,7 stenada, ichki profillar 5 ga 3, 1,3 stenada, ichkarida listlarimiz esa 1,3 stenada bo'lgan. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, shunaqa narsalar mana Dubayskiy bor, mana Dubai high-tech bor. Video to'xtatib, kommentariyaga yozib, mana fason kerak, mana qanchadan desangiz, o'zimiz borib, o'lchab, yetib, hammasini qilib beramiz. Kimgadir bunaqa shaxmatli kerak, kimgadir shaxmatsiz kerak. Bemalol aloqa chiqarasizlar. Shu ekrandagi bola ham o'zimman. Bemalol o'zimiz borib o'lchaymiz, o'zimiz borib ustonovka qilib beramiz.